Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. 2026-yil 25-yilning yarmi va 2026-yilning yanvar oyi mobaynida YouTube kanallarini kuzatib, shu narsaga amin bo'ldimki, bizning oqsuyak katta og'alarimiz, Rossiya fuqarolari o'zbek va tojik xalqini ketib qolmanglar, kelinglar, ishlayveringlar deb kanallar orqali murojaat qilishyapti. Nima maqsadda? Qorni kurash kerak ekan. Podyezdlarning oldigacha musorga to'lib ketibdi. O'sha musorlar tozalash kerak ekan. Qurilishda ba'zi bir yetishmovchiliklar bo'layotgan ekan. Buni hammasi faqat o'zbek xalqini qora ishchi sifatida ishga chaqiryapti. Bu oqsuyak zadagonlar o'zbek bilan tojik xalqini, qirg'iz xalqini faqat qora ishchi sifatida ko'rib o'rganib qolishgan. Ota-onalarimizdan shuni bir iltimos qilardim. Bolalarda kasbiy yo'nalishlar bo'yicha niyatini anglab, ularni bir orzu-havaslariga yo'l yaratib, imkon yaratib, repetitorlarga beringizlar. Qo'shimcha dars o'taydigan domlalar hammasi juda o'zini sohasini bilimdonlari juda ko'p. Bizda yoshlarga intellektual bilimni yetkazib beradigan juda yosh, iqtidorli yoshlar yetishib chiqdi. Keyingi 10 yil 15 yil ichida juda bilimli yoshlar paydo bo'ldi. Bularning hammasi bilim olish kurslarini ochishgan va tarbiyani juda yaxshi berishyapti. Ta'limni juda yaxshi berishyapti. Shuning uchun ota-onalar har qanday o'tkinchi xoy-havaslarga berilib, 10-15 talab mol so'yib, to'y qilib, men sendan kammi deb ko'rgazmaga to'y qilib yashagandan, xarajat qilgandan shu 10 ta mol emas, bitta molni puliga bola 1 yil o'qiydi. Bitta molni puliga bola 1 yil o'qiydi. Repetitorga yetarli pul bo'ladi 1 yilga. Bolangiz 1 yil mobaynida 100% ingliz tilini o'rganmasin, 10-15% o'rgansin, 20% o'rgansin. Juda iqtidorli bo'lsa 30-40% o'rgansin. Til o'rgansin. Iltimos ota-onalar bolalaringizni shu mutaxassislik bo'yicha o'qiting. Kasb bo'yicha o'qiting. Kitobni majburlamang o'qishga. Uni kitobni tushuntirish kerak. Majburlasangiz bola o'qimaydi. Chet elga borsa ham bizning o'quvchilarimiz, yoshlarimiz bir mutaxassis sifatida borishini xohlayman. Meni o'zim ham 2002-yildan buyog'i o'sha Rossiyaga borib kelib ishlab yurdim. To'g'ri, uyingizga juda katta moddiy yordam beradi. Bizning sharoitimizda Rossiyadan kelayotgan har qanday iqtisodiy ko'mak juda katta yordam beradi. Lekin bolani tarbiyasini ham shug'ullanish kerak. Bolani yo'nalishini ham hisobga olish kerak. O'qishga intilishi bor bo'lsa o'qiting, iltimos sizlardan. Toki bu katta og'alarimiz bizni qora ishchi sifatida ko'rishini xohlamaymiz akalar, ukalar, opalar, singillar, iltimos. Bolalaringizga til o'rgating. Xoh ingliz tili bo'lsin, xoh yapon, xoh koreys, xoh xitoy tili bo'lsin, arab tili bo'lsin, iltimos bolalaringizga til o'qiting. Tilga o'qiting. Toki xalqimiz boshqalarning ko'zida qora ishchi sifatida ko'rinmasin. Iltimos sizlardan bolalarni o'qiting.